Assalomu alaykum. Ushbu video qo'llanma orqali Toshkent tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining davlat xaridlari elektron tizimida yetkazib beruvchi sifatida elektron do'konga e'lon, ya'ni oferta joylashtirishni tushuntirib beramiz. Brauzerning manzil satriga xarid.ebirja.uz domenini tering. Shaxsiy kabinetga kirish uchun bosh sahifaning o'ng tepa qismida kirish tugmasini bosing. Identifikatsiyadan o'tish uchun login, parol yoki Davlat soliq qo'mitasining elektron raqamli imzosi yordamida shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin. Eslatma: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276 sonli qaroriga asosan elektron do'konda ishtirok etish uchun ishtirokchilarning hisob-kitob kliring palatasidagi shaxsiy hisob varaqlarida oferta qiymatining 3% miqdorida zakalat va operatorning vositachilik yig'imiga yetarli mablag'lar mavjud bo'lishi kerak. Shaxsiy hisob varaq to'ldirish uchun Toshkent tovar xomashyo birjasining ushbu bank hisob raqamiga pul mablag'larini o'tkazishingiz kerak va ushbu pul mablag'lar bo'yicha tranzaksiyalarni shaxsiy kabinetning hisob-kitob kliring palatasi bo'limi orqali ko'rishingiz mumkin. Elektron do'kon bo'limidagi tovarlar kichik bo'limiga o'ting va tovar joylashtirish tugmasini bosing. Tizim oferta joylashtirish uchun sizga yangi sahifani ochadi va siz mahsulotingiz to'g'risida barcha ko'rsatilgan bo'limlarni to'ldirishingiz kerak. Ya'ni tovar nomi, markasi, ishlab chiqaruvchi, miqdori, maksimal va minimal miqdori, tovar birligi narxi, umumiy summasi, tovar tavsifi, ishlab chiqarilgan yili, yaroqlilik muddati, kafolat muddati, yetkazib berish muddati, hisob raqami kabi ma'lumotlar. Shuni eslatib o'tishimiz kerakki, agar siz mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lib, milliy do'konga oferta joylashtirmoqchi bo'lsangiz, platforma turi bo'limidan milliy do'konni tanlang. Bunda mahalliy ishlab chiqaruvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, ya'ni mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat va muvofiqlik sertifikatini yuklashingiz shart. Joylashtirilgan ofertalar bir ish kuni ichida operatorning mas'ul xodimi tomonidan davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari talablariga mosligi yuzasidan moderatsiya, ya'ni dastlabki kuzatuv jarayonidan o'tkaziladi. Moderatsiya jarayonidan o'tgan ofertalar xarid.ebirja.uz portalining bosh sahifasida elektron do'kon qismida aks ettiriladi. Moderatsiya jarayonidan qaytgan ofertalar qaytish sababi ko'rsatilgan holda shaxsiy kabinetingizning elektron do'kon bo'limidagi tovarlar kichik bo'limida moderator tomonidan qaytarilgan statusda aks ettiriladi. Bunda ishtirokchilar tahrirlash amali orqali kamchiliklarni to'g'rilagan holda ofertani qayta moderatsiyaga yuborishlari mumkin bo'ladi. Shu tariqa mahsulotingizni e'longa joylashtiring va birja qulayliklaridan maksimal foydalaning.